Asr namozidan keyin bir necha marta, misol uchun 3 ta nafl tavof qilgan odam tavof namozlarini shomdan keyin jamlab, yana birin-ketin o'qib oladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Umraga borganda eng katta buyuk ibodat albatta bu tavof bo'ladi. Masalan, masjidga kirgan odam 2 rakat tahiyyatul masjid o'qisa, Baytullohga borgan odam bir marta bo'lsa ham tavof qiladi. Ya'ni 7 marta aylanishda bir tavof deydi. Endi tavof, nafl tavof bo'lsa ham 7 marta tavofdan keyin 2 rakat tavof namozini o'qishlik ulamolar vojib deydi buni. Lekin nafl namoz hisoblanadi, vojib bo'lgan nafl namoz. Bu qayerda farq qiladi? Bu nafl namozlar makruh bo'lgan paytda o'qilmaydi. Ya'ni asr namozini o'qigandan shomni o'qiguncha, bomdod vaqti kirganidan boshlab quyosh chiqquncha bo'lgan oralig'da tavofning 2 rakatlik namozlarini o'qishlik kitoblarimizda makruh deydi. Bunda nima qilinadi? Masalan, bir odam asr namozidan keyin tavofni boshladi. Mana savolda kelganda 3 marta, ya'ni 7 talikdan 3 marta tavof qilgan bo'lsa, bu 2 rakatdan 3 marta namoz o'qish kerak. Bu odam shom namozini farzini o'qigandan keyin avval shu 2 rakatlik tavof namozlarini o'qib oladi. Avval farz, shomni farzi, keyin 2 rakatli tavof namozlari, ana oxirida shom namozini sunnatini o'qib, namozini tamom qiladi. Vallohu a'lam bisavob.